Iso masallar bilan gapini davom ettirib, xalqqa xitoban dedi: Osmon shohligi o'zining o'g'liga nikoh to'yi qilgan bir podshohga o'xshaydi. Podshoh to'yga taklif etilganlarni chaqirish uchun xizmatkorlarni yuboribdi. Ular esa kelishni istamabdilar. Podshoh yana boshqa xizmatkorlarni yuborib, taklif etilganlarga aytinglarki, men ziyofat dasturxonini tayyorlab qo'ydim. Ho'kizlar va bo'rdoqlarim so'yildi. Hammasi tayyor. To'yga kelaveringlar debdi. Biroq ular yana nazarga ilmay, biri o'zining dalasiga, boshqasi bozor ucharga ketibdi. Qolganlar esa podshoh xizmatkorlarini tutib, xo'rlab o'ldirishibdi. Podshoh buni eshitib g'azablanibdi. Qo'shinlarini yuboribdi-da, qotillarni tig'dan o'tkazib, shaharlarni kulga aylantiribdi. Keyin u qolgan xizmatkorlariga: "Nikoh to'yi tayyor, lekin taklif etilganlar bunga munosib emas ekanlar. Shuning uchun chorrahalarga borib, kimni topsangizlar to'yga chaqiringlar" deb buyuribdi. Bu xizmatkorlar yo'lga chiqib, uchratganlarining hammasini, yomonlarni ham, yaxshilarni ham to'plashibdi. To'yxona mehmonlarga to'lib ketibdi. Podshoh mehmonlarni ko'rish uchun kirganda, u yerda nikoh kiyimda kiyinmagan bir odamni ko'ribdi. Va undan: "Do'stim, nikoh kiyimisiz bu yerga qanday kirding?" deb so'rabdi. U indamabdi. Shunda podshoh malaylariga buyruq berib, uning qo'l oyoqlarini bog'lab, tashqariga, qorong'ilikka tashlanglar. U yerda yig'i-sig'i va ohu voh bo'ladi debdi. Shunga o'xshab, Xudo da'vat etganlar ko'p, ammo tanlanganlar ozdir.